Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun bizga hayvonlarni immunitetini ko'tarish uchun Peremexlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa hayvonlarimiz kasalligidan qutuldi. Sigirlarning sutini ko'paytirish, immunitetini ko'tarish uchun Vitamilka preparatlarimiz keldi. 5 kilolik suyaklarni o'stirish, baquvvat qilish uchun trikalsiyalarimiz 5 kilolik, 1 kilolik. Xo'sh, buqalarni semirtirish uchun qo'chqorlarni, buqalarni, otlarni semirtirish, baquvvat qilish uchun Vitamix, Novamix preparatlarimiz yetib keldi. Bularning 10 kiloligi, 5 kiloligi va 1 kiloligi mavjud. Shuning bilan birgalikda tovuqlarimizni tuxumini ko'paytirish, mahsuldorligini oshirish maqsadida Vitamix preparatlarimiz sigir, qo'ylarni, buzoqlarni, qurtlarini tushirish uchun seralarimiz, ya'ni oltin gugurtlarimiz yetib kelgan. Mahsulotlarimiz cheklanmagan miqdorda barchangizni do'konimizda kutib qolamiz. Hammamizni chorramizga Alloh barakasini bersin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.